Neden masal diye açıyorum. Masal. Qashqadaryo haqida bo'lmasa bo'ldi ayting. Chirangan jo'ja. Hamma eshitgan masal debdi. Tong shaharda, qishloqda qiyg'os, xo'rozlar qichqirar birga jo'r ovoz. Kechagina tuxumdan chiqqan, tumshug'i sap-sariq bir jo'ja xo'roz maqtanibdi. Ko'rinsa, o'rdak yoki g'oz. Подумаешь, что хамовоз bo'ldimi? Aynisoqdan qolgan ку-ку-ку-ку-ку. Axir bu medaga tegib ketdi-ku. Hozir zamon boshqa, talab boshqacha. Bizga yetishmaydi. Vizit cha-cha-cha. Shanchun xalaq berar 3-4 bobo. Bo'lsa, ko'rsatib qo'yardim kuchim. Axir men yararganman. Kuyama. Biz ko'rsat, ko'raylik. So'ng o'tirib baho beraylik. Der davrada bitta parranda. Ko'rdik. Bitta qadamin bosib o'rtaga. Hamma yig'ildi birgalikda jo'rtaga. Shunday kuchandi-ku bu jo'ja shovvoz. Qarorga chiqib qolsa biron bir ovoz. Bechora jo'ja rosa chirandi, terlarga botib. Hamma o'rdak g'ozlar uyga tarqalib ketdi ensasi qotib. Hissidan hissa, shuki biling do'stlar, boshingizga kelsa darrayu tayyor, ko'rpaga qarab uzating. Yaxshi.